Hurmatli obunachilar, bugun 30-oktyabr, hafta kuniga payshanba. 2 dona shu gigant buqalarimiz turibdi. Kimgadir ma'qul bo'lsa, yengil beramiz akalar. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Videoni qisqa qilamiz. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Yosh oylar 1,5 yosh atrofida, 1,5 yosh. Dumbasa borganidan bo'ylari 1,45 dan akalar. Ko'ringlar. Bo'ylari 1,45 dan. Go'lishdan rossiyskiy chachishgan akalar. Bo'ylari 1,45 dan, shu 16 oylik atrofida mollar. Hali 2 yasharga to'lmagan. Kurak chiqarmagan. Rasa boqiydigan, yem yemagan. Jupini bo'lsa, akalar. Jupini bo'lsa, bo'lishi 55 million so'm bo'lsa beramiz. Telefon qilaveringlar. 27,5 dan bo'ladimi? Donaga sotilmaydi. Jup bo'lsa 55 million so'm bo'lsa, akalar aloqaga chiqinglar, dastlabkasini kelishamiz. Telefon qilaveringlar. 55 million so'm, bo'ylari 1,50, bo'ylari 1,45 dan, vazni 500 kiloga yaqin mollar. 500 kilo chiqmaydi, 10-15 kilodan kam bo'ladi. 500 kiloga yaqin o'ta katta buqalar. Akalar, ko'ringlar, like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammadan.